Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Behramning Kömurchi bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Darvaqa dunyo tasoddifiy voqealarga boy bo'ladi. Uningsizmi bu rabat ko'ngilsiz bo'lgan bo'lar edi. Kech kuzning sovuq bir kechasi daryo tarafdagi chig'ir yo'ldan bir qor ko'langa ikki biqinini qamollagan holda ojiz ingrab, ba'zan voy-voylab, ham tuyuqsizla o'ltirib qolib, yana o'milab qopib, Amrullohning uyiga yaqinlashdi. U bog'dagi sho'r tomdan tushib, ko'li eg'ilining orqa temiga keldi. Ondan bog' eshigini asta ishtirib hovliga kirdi. Mana bu daryoning u qanotidagi qozoqlarning ovullarida ko'li seg'ib, yung savab, yeb egirib kunini olgan, ammo tavalludning yaqinlashib qolganligidan o'z uvisiga qaytib kelgan notivan qush umay edi. U ota-onasining hidlarini purmoqchi bo'lgandek, mehribon ovozlarini anglamoqchi bo'lgandek, ishga yuzlarini yoqdi. Buvay bilan Mumayning ojiz yo'talgani anglandi. Dadisi, ko'zim elinib ketibdi-ekan, Umayni tushaptiman desa, dedi Mumay yig'lamsirab. Shundoq oshkora ko'rdim. U kulib turib, "Opa, bolamni boqalarsanmi? Kichikimdan japoyimni tortibla kelding. Endi yana seni japoga soladigan bo'ldim." Degidek. U balaning o'lib ketganimi bir sir. Obdan bo'ptikan. Bo'lmasa, sening bilan men ali-mali ichida qandoqmi bosh ko'tarib yurar edik. Texi umay o'zichu. Ammo bolasini o'zi bilan birga elib ketib yomon qildi. U nimalar degan bilan pah norasi edi-da. Rost deysan, xotin. Bir buvaqning jeniga zomin bo'lib gunoh qildi, gunoh. Bilqut xazinasi. Dadisi bilan opasining gaplarini anglagan Umay teliqqina orqaga yandi. U negadir ketmoqchi edi, biroq birdilla tutgan to'lg'oq uni yerga o'ltirg'izib qo'ydi. Bu qitimqisi parcha to'lg'oq bo'lmay, balki orqadan mujib uni qo'polmaslik qilib qo'ydi. Hem yo'tisi bo'ylab qiziq bir nimaning oqqanligini sezdi-da, o'milab, yer sijilab, samonxonaga kirib ketdi. Etdigalligi kalaga halab etish uchun donam samonxonaga kirdi. Kirdi-da cho'chib vaqirib etkili tasli qoldi. Chunki samonlar tilg'inib, qon bilan bo'ylib ketgan bo'lib, chit ko'nglakka ching yo'galgan bir narsa midirlaydi, ham bo'sh miqraydi. Yegak ustidan yeshil yipak yog'liq kahrva tumar esilib turadi. Donam chit ko'nglakni, kahrva tumarni ham yegakni bog'lagan ro'molni to'nib qoldi. Qizim Umay, sen nada? Donamning ansiz ovozidan Amrullah o'ngsali yo'q holda yugurib keldi. U ho'ylidan daryo tarafga qarab ketgan qonliq izlarni ko'rdi. Qattiq yerda qoldirgan 5 barmoq izlarimi bor edi. Umay keptu, qizim Umay keptu, tatlı qizim, qani sen? Amrullah qo'llarini egiz ko'tarib, qattiq varqirganicha yugurib chiqib ketdi. Arqadan donammu chitko'nglakka yo'galgan buvaqning bag'riga bosgan peti erining orqasidan yugurib chiqdi. Ammo heliqi qonliq iz tek yer ustida yo'qib ketgan bo'lib, yarning osti bujg'un chachirtib, perqirab turgan qaynam edi. Amrullah bilan donam ikkinchi qatim nazir berdi. Ular buvaqning taqdiri haqida xeyliva taqtuqqa bo'lishdi. Oxiri maslahat bo'yicha donam bir kechasi buvaqni Jag'istaydagi singlisining uyiga ep ketdi. U
O'may tug'utida o'lib ketdi. Eri balani bizga tashlab berdi, deb balaning yuzini yo'riq qildi. Tarsuga qaytib kelganda bo'lsa, Jag'istaydagi singlim Badrnisaxon tug'utida o'lib ketdi. Balasini men yandirib keldim, deb haramdan bo'lgan shum degan ohanatlik tamg'idan kichik tug'liqni xalos qildi. Biz dastlabda qayd qilib o'tgan edik. Donamning tujug'i kichik, ammo chaqqan bo'lg'ashqa, erining uningga amroqligi kelamdi, aytavur uni G'uralday deb qo'yatdi. Shunga tug'liqningmi G'uralday deb tili chiqdi. U G'uralday opsining etkini tutib olib, tap bostirmaydi. Demasimi, donam uningga qavatli amroq edi. U yolg'iz qizi dardida biror kunmi kasaldan xoli bo'lanmadi. U olamdan o'tganda tug'liq 14 yoshda bo'lib, 7-sinfda o'qiyotdi. Quroq ko'rpida yetib ko'ngli alamzodi bo'lgan Amrulla bo'y yoshlik ko'zlari bilan barangda eslib ketgan kovulaga qaradi. O'gizidagi kaptarxonaga zang soldi. Ho'ylining sho'r temidan ko'rinib turgan eshik oldidagi ko'ktat etizlarga havas bilan tikildi. Lekin ular bo'yning ko'nglini ohandiramadi. Uning o'pkisi o'rilib, ko'zlariga yig'i yamishib turardi. Ras, Amrulla bo'y yig'lamay kim yig'lasin? Qaramamdigan bu jahonning torliqini. U ashaddiy dushmani bilan Iran daryo vodilarida yana uchrashib qolganini ko'ring. O'mayni xo'rliq ichida o'ltirgan. Donamning hasrat yutib, bu olamdan baldirli ketishiga sababchi bo'lgan. Tug'liqni qori yetim qilib qo'ygan zoti kim? Amrulla oilasini to'zg'aqdek to'zitib, beshiga 10 to'lg'usiz kulfatlarni solgan qaysi tosh yurak maxluq u? U ashu nazir tajisini kiyib olgan mal'un turdi Hasan. Tova deb yaqini tutmoqdan boshqa chora yo'q. Bir zamonlarda qaror topgan ko'ngil zedilari yetmagandek, yana ashu nejis bilan bog'lanib qolganini qaramamdigan. Yoki Xudoyim o'g'li bilan qizini bir-biriga oshiqi shaydo qilib qo'yib, turdi Hasanning gunohlarini ko'ziga ko'rsatib ya. Yo'q. Endi tug'liq o'ttirda qurbonlik qo'yib bo'lsa bo'lmaydi. Uni bu do'zaxdan tortib olish kerak. Oqsi bilan singlisi to'y qilsa, quyoshmi qoriyib ketadi. Buni oyozg'i demisi bo'lmaydi. U bu oqi singillarni gunoh o'tkazishdan burun qutqizib qilishi kerak. Ammo tug'liqning turdi Hasanning bolasi ekanligini uqtirmaslik kerak. Men qayirgan chig'imda tug'liqdan ayrilib qolsam zodi bo'lmaydi. Uningdan ko'ra o'lganim tuzuk. Bo'y uyga kirib ketib, to'rislimi orsiga tiqivatgan mushtumdak bir tugishni ko'tirib chiqdi. Ham uni avaylab ochdi. Bu qatmuqat latilaga o'ralgan narsa marvayi tumar edi. Bo'yning qaytadilla o'pkisi o'rildi. Bu la'nat takkur tumar, dedi Amrulla g'orang-g'orang ovozda. Qizim O'mayning bo'yniga tushgan bir sirtmoq. Shundoq ajal sirtmig'i. Buning oldini qancha kechilar u nejisning yo'liga qaramagan. Bo'y quroq ko'rpiga bismillah deb qaytib bosh qo'yayotganda turdi Hasan dochisiga o'g'irliqcha tushgan tug'liq sho'pi orqali tamga chiqib pastga sakrayotdi. U qeylin o'chib orsiga yo'shirib qo'ygan velosipedini mindida Tarsuga qarab shuncha tez qo'yibdi. Shundaqdimi Ayazning helili degan gaplari uni hayronlik ilkida qiynaydi.
Agar turdi nazir yoshligida Tarsuga xizmat guruhi bo'lib tushgan taqdirdimi, Amrullo buvayga nima uchun ziyonkashlik qiladi? Ularning orasida zodi nima to'qinish bo'lgan? Buvayning chet elga qochgan urug' tuqqanlari bo'lmasa, agar rostilla Amrullo bilan turdi Hasan o'ttirsida ko'ngilda qolgudek adovat bo'lgan bo'lsa, tug'liq albatta xabarsiz qolmas edi. Men bağıca pichirlidi tug'liq. Dadam uxlab qolmasa bo'ladi. Tug'liq velosipedini pedalini jon jahli bilan tepishga boshladi. Dacha darvozasidan Bagzodini yalt-yult paqirtib haydab chiqqan turdi Hasan eshik oldidagi sedining orqasida turgan Amrullo buvayni ko'rgan bo'lsa-mu, ko'rmasga saldi. U Ayaz bilan qilishadigan biror muhim ishi bo'lmasa nima deb keladi deb o'yladi-da, cho'kantal ko'chasidan o'tib g'ol yo'lga chiqqanda orqasiga qaradi. Ikkala qanoti cho'ng echilgan darvozani taqab bo'lgan Ayaz Amrullo bilan nimadir deyishdi. Turdi Hasan ularning qo'llarini shiltib, boshlarini chayqab so'zlashganligini, ondan dochiga kirib ketganligini ko'rgandan keyinla nimanidir tillab yo'lga ravon bo'ldi. Demisam, bo'lmaydigan muhim maxfiy gapim bor. Ikkimizla so'zlashaylik. degan gapni anglab hayron bo'lgan Ayaz buvayni uyiga boshlab kirdi. Ham qo'g'in tovus tilib, bog'ning har xil mevalaridan tartmosta elib kirdi. Buvay tinjiq mashinada chanqab qolganmi, ish qilib tuzib qilmayla qo'g'in tovusdan bir necha tilim yevatdi. Bilqut xazinasi tikilib o'ltirgan Ayazga bundan 28 yil ilgariki yuz bergan ishlarni bir-birlab so'zladi. U so'zlagan seri Ayazning og'zi ochiqlab qoldi. U bu unchalar ishlarning chegish ham murakkab bo'lib ketishini o'ylamagan edi. Amal qancha? Turdi Hasan pat-patla. Hey, bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa, do'achining hamma ishini ilkiga olmasmidi? deb armon qiladi. Mana endi o'z o'g'li borligini bilsa, beshi ko'kka yetar. Biroq bunda qilishga bo'y hargiz unamaydi. Albatta, qayirgan chig'ida bolasidan ayrilib qolishni kim xohlasin? Onun ustiga Turdi Hasan ushug'liq, o'xtamlik qilib sotlarga arz tutsa, bir dehqonning katta bir amaldor bilan tang bo'g'ini nadi bor? Bu xuddi qasdan chinini toshqa tashlagandekli bir ishda. Buvayning ansiraydigan yeri shu edi. Ayaz ini, gaplarim ro'shan bo'lgandi, dedi buvay yetilib qo'yib. Endigi ish tug'liq bilan naimaga chaq qo'ymasak, hammamiz gunohkor bo'lib qolamiz. Nemishqa amdi? Voy, nemishqa degan mu gapmi? Amrullo Ayazning ko'zlariga qaradi. Oqsangil to'y qilsa, musulmonchilikda ravo bo'larmi? Shu ishmidi? Masala hamda ro'shanlashdi. Ayaz kulvatdi. Amrulga, xotirjam bo'lsala, undaq ish yo'q. Naima Nozirning o'z qizi emas. O'gayma? Shundoq, u xol ayning qizi. Ma'qul. Mundaq gap ekanda. Endi yana qanday gaplari bor? U ikkisining ishini xol ay bilan ikkanlarga topshirdim. Ammo turdi cho'ngamga tug'liq to'g'riliq haqiqiy ahvolni hargiz demaslikka qasam ichib bergan eni. Demisam bo'ladi-ku. Ayaz ikkilandi. Xol ayg'imi demayman ha? Yo'q, demagin. Er xotin orasida sir bo'lmas. Pok ko'ngilda ko'r degan gap bor. Men ularga ishonmayman. Bu yerda eng qo'rqinchli bir ish mavjud.
dedi Ayaz past ovozda. Agar Nayma to'y qilishda chang turvasa, turdi nazir to'g'liqqa o'shmanlik qilib. To'g'ri, bundoq nozik yerimi bor? dedi Amrulla beshini sag'an holda. O'tganda-ku hol oy og'cha vaqtida sabab qilib qutqazib oldi. Agar nozir g'azab ochchig'ida mening ansiraydiganim shu. Buvay beshini salgan holda xeyli uzoq indamadi. Keyin birdinla maydisini ko'tirib, yonchiqidan qahrava tumarni elib shiraga qo'ydi. Navada turdi chungam oshunda qor ko'ngillik qilib, qo'l selish ehtimoli sezilsa, dedi buvay bir pas jimib qilib. Bu tumarni ko'rsatgin. Agar uning bag'rida otliq mehri, shafqatlari o'lmagan bo'lsa, yomonlikdan darhol qo'l tatidi. Amruka, Ayaz buvayning ko'zlariga qaradi. Bu ishni rostilla Xolay xonimdan xufiyani tutdimizmi? Buvay terikib qoldi. Men aytgandan beri eshakning quliqiga sata chammadim. Bo'ladi, xapomislar. Ayaz to'g'rilik Naymaning planlarini so'zlab berib, Amrullaning ko'ngliga chiroq yoqibdi. Buvay albatta yolg'iz o'g'lining mangu ko'murchi bo'lib o'tishini xohlamaydi. U sahrolarda qatnab pul tepayotgan shopir balalarni ko'rsa, butun besatini setib, to'g'liqni o'qitqusi, ana shundoq zamonga loyiq odam qilib qilg'usi kep ketadi. Nadiki tukvashlar qiladi ekan u, to'g'liqdak aqlli, zehniyatli, fazilatlik bola ularni cho'lda qo'yar. Mana endi buvayning orzu istaklarini oshu mushtimda qiz qilman degan ekan, uning sadig'isi bo'lsa arziydi. Shunga Amrulka, men Xolay, Nayma to'g'liqlar bilan maslahatlashib, o'zlarini 3 oygacha uyimga akilib elib, hollaridan xabar olmoqchi edim, dedi Ayaz buvayga olma oqlab berib. Biroq sili o'tganda kirib jidal qilganlarida turdi nazir silini to'nib qoldi. Shu ishmidi? Mendan ansirma. Amrulla qo'l silkidi. Pul bor, 4 yosh ko'k tatliqda. O'zim tamoq etib yelayman. Eg'ir yenik ishlarga to'g'liqning og'inlari ha-hu deyishidi. Ayaz ini ular Urumchiga qachonroq mangmoqchi? O'qish boshlashga ulgurib bormoqchi. Ayaz barmoqlarini sanadi. 10 kun atrofida qopdi. Rost. To'g'liq oqshom tu nazir bilan o'tiranglarda burun nima ish o'tgan deb qistab turib oldi. Amrulla yelini qirib qo'ydi. Men u nejis madaniyat inqilobida meni es urg'on deb yolg'on etdim. Senmi shundoq deb qo'y. U turdi nazirning dadisi ekanligini hargiz bilib tatib qolmasin. Baladan ayrilib qolaman deb ansirvatdilar, shundoqmi? Ayaz beshini chayqadi. Haqiqiy ahvolni uqsamu, to'g'liq silini tashlab ketadigan bola emas. O'g'o shundoq, lekin bolaning ko'ngli bo'linib ketadi. Baribir bir kuni bo'lmasa, bir kuni anglaydi. Bu sirni ikkimiz bilamiz, uchinchi odam yo'q. Amrulla bu so'zni ochiq bilan dedi. Xudo bo'lsa, hargiz deb qo'ymaydi. Salla demasan. Uqdim, sizlardan qutulg'ili bo'lmag'idek. Uqsangli bo'ldi, men qaytay. Amrulla buvay duo qilib o'rnidan turdi. Yana heliqi tu nazir degining kursig'ini so'rab kep qolmasin. Hozircha kelishing notayin. Yanfonning sayrab ketishi, dedi Ayaz buvayni supidan jo'lab tushirib. Noiti jiddilishib shaharga kirib ketdi.
Meningcha, Naymaning ko'yida yurgan heliqi qartunguz, qovuzdur balkim. Hech nima degili bo'lmaydi. Amrulla bilan Oyoz gapini qilayotganda, turdi Hasan bilan qovuz sauna monchisidan ancha yiroq bo'lmagan bir oshxonada tamoq yeyishib o'tiradi. Yapma qapoqlari tuxumdek po'ldi, etlik kalpuklari qo'sh bo'rakdek sangilab qolgan. Qop-qora mudir cho'qur yuzi bo'lsa, zahardek ushqunlar bilan so'rliklashib ketgan qovuz cho'qining uchini tishlab, ko'z qarchiqlari qitib qolgan edi. Tunazir. 200 ming so'mlik chekni, 12 tumanlik uzukni, 180 ming so'mlik Nissanni qaytaray demsiz yoki boshqa daydiganlaringizmi bormi? Qovuzning so'zi turdi Hasanning kelangsiz vujudini to'liq tashdek eg'irlatibdi. Shu hamon xomsimiz tenidan shurrida tar qo'yildi. U o'lib ketgan qo'l yog'liqida taqir beshidan soqiyotgan eriqchilarni, mayliq gadallarini surtib ulgurtamadi. Bir chog'da yerim yumuq ko'zlarini oralla echib, udulida o'miyib o'tirgan qovuzga qaradi. O'tganda Begzodam Nayma uzukni oldimu bo'ldi. Qoldisida mening o'ylaganlarim bor. Lekin vaqt kelganda uzuk, mashina, chekni mendan olganligingizga guvoh bo'lsangizlar bo'ldi deganda qilib edingiz. Amalsiz qolgan turdi Hasan qovuzning gapini takrorladi. Endi bu gapni qilyapsiz. To'g'ri, men shundoq degan. Qovuz so'zib ketdi. Dilqut xazinasi. Lekin shuni yarishqini qilmasangiz. Yarishqi? Bu nima deganingiz endi? Esingizdami, Nazir? Bir chaqda dadamga degan gapingiz. Albatta, mevasini ko'rsatib bergan yerda shexini egib bersangiz nima bo'pti? Men bu sizga oz badal to'lamadim. Turdi Hasanning gajgisidan qo'ridi. Qara, bu tukli qurt qizingni ko'rsatib qo'ymay so'lab bergan demdu nima? degan o'y kallasiga kelish bilan yondiribli so'radi. Voyvachcha, mevasini ko'rsatib qo'ymay shexini egib ber degan gapingizni rosa anqirammidim? Nazir, zehniyatingiz unchavala gal emasdi. Nim bo'ldi sizga? Xol oy perixondek o'ynatibdimi nima? Qovuz gaplarini yerimi yetiq, yerimi ochiq holda tushuntirishga boshladi. Albatta, Nazir qizni biror bahona sabab bilan shaharga yoki shaharning xoliroq yeriga akilib, tartib qistab qilishi, ko'ngli oynib chat yoqida qay qilib qizini yolg'iz qo'yishi kerak edi. Mana bu shexini egib berish deyilaydi. Qovuzning odamlari Naymani mashinada apqechib akelgandan keyin uni o'kul, sovuq ichimlik yoki dori purutish bilan o'shidan katkizib etish. Shu orqali Naymani iskanjaga elib etish. U yuzining ketishidan ansirab qonunga borolmaydi. Agar po'pan ko'targidek bo'lsa Qovuz, u mening loyig'im. Shunga dadisidan 12 tumanlik uzuk avatsam, muhla qo'liga soldi. Biroq bir ko'murchi balani tepib elib, uning yoshligiga, iskatiga mahliya bo'lib, meningdan yuz o'ridi devirdi. Buningga Nozirmi guvoh bo'lib maydonga chiqdi. Qurban qilsa, nayti bir o'gay qizkan-ku, yoki o'zining pushti bo'lmasa. Ammo 500 ming so'm oz pul emas-da. Voyvachcha, Nayma siz bergan uzukni yuttiribdi. Nima? Yuttiribdi? Qovuz xushalliqida Nozirning gapining ko'ttiga tepdi. Nima uchun boyadan beri demaysiz? Bu tuman so'mga setib olib bo'lmaydigan xush xabar ekan emasmi? Agar sotqa borgan taqdirdami, o'shqimiz olchu tushadigan bo'ldi.
ko'nglim parakanda, boyvachcha. Dachada yuz bergan ishlar kallamni elashtiribdi. Qovuzning vahshiy chiroyining millati ejilganligini ko'rgan Turdi Hasan birdilla jonlandi. Mundaq bo'lsa, men bugun ularga oxirgi qatam bir o'lg'in maosh sep qo'yqay. Chunki qo'limda ularni rasvo qilg'idek, yavaşlatqıdak pakitim bor. Agar uningga ko'nmasa, menda sheyxini egib sipagidek aplik bir amal bor. Həbbəlli, sizning mushu gapingizni anglashga xushlar edim. Qani, deb beqinglar. Bugungi choram amalga oshmasa, Turdi Hasanning talabbuzi jiddiylashdi. Ayazga mashinani haydatib, Xol ay ikkimiz mehmondorchilikqa shaharga kirib ketamiz. O chaqda dacha. Barikallah, bu noyda apchil chor ekan. Burilla shunda qarorga kelgulik edi. Boshqalarning shaltiqidan bo'lgan yetim o'g'loqni beqib shunchalar qilib qo'ysa, Nozirning kichikgina talifiga unmay, yuzini so'rin qilayotganini qara. Sana beqibman, ishki beqib dam debdikan. Bu qari yuzning adibini bermigicha baqqan japaga tushliq hardiqingiz chiqmaydi. Turdi Hasan qovuz bilan qo'shilib yo'lga chiqdi. U Nissan Begzodasini oyig'anligi uchun shahardan chiqib bo'lguncha salqin haydab sahra yo'liga tushish bilan atrofdagi narsalar orqa-orqadan yiqilayotgandek tez haydadi. Bugun oyam nog'irisining chelinadigan kuni. Qani, Turdi Hasan nog'irini chelib beritalamdu yoki yerim yo'lda qo'li telib nog'iri cho'kisini tashlab etamdu. Bu uning g'ayrat shijoatiga 20 yillik perdi shapni buzivatgidek jasoratiga bog'liq. Bu ay bu kunlarda buzmaq qanchalik ishdi. Xol ay hozir kuylab qolgan baytaldek Ayazning yundisini yalab yursa, o'zi Uyg'ur bo'lay desa madar bo'lmasa, o'z vaqtida hiliqi la'natila, voy Nozir, bu degan undaq quvvat, bundaq kuyish desa, ba'zilarini qozoqning qurdidek sumiy veribdi. Ba'zilarini ko'zni yumib elib yutiverganini ko'mamdigan. Mana hozir xol ay bo'lsa, Nozir uchun ortiqcha bir yuk. Yeyishga, kiyishga, ichishga, hajlashga, qisqasi ko'rik to'qidek chechishga asqatidi. Hozir dam ilishga chiqqan birodarlarning to'nisi qiyirgan chig'ida xotinidan ajrashib, uyiga yoshgina uy xizmatchisi akirib oldi. Ular baxaraman ko'nglini ichib yuribdi. Xotinlari o'lib ketganlariga allaqachon shunday qildi. Turdi Hasanga undaq qilishmi ketmaydi. Hey tangay, yosh ham yengini ko'rganda saran ko'ngil uyg'unib qolsa-mu hech gap emas. Eng bo'lmasa qovuzning heliqi chat el do'rlarini ishlatsimi bo'ladi. Shunga bugun ona balaning yuragiga qo'l selib boqadi. Agar ko'nik bo'lmasa, shunda qamchilaydiki, tug'ilg'iniga ming pushaymon qildirib yetadi. Albatta, uningdagi paketlar xol ay, nayma, oyazlarni qon suydirib yetadi. Oyat buning ko'rganlari, bilganlari ozmi? Tolbostan ostidagi hiliq ish yuz bergandan beri u uyiga o'ttir kechalarda qaytadigan, ba'zida oyat bu oshxonada qo'nib, Ayazning uyini ko'zatadigan bo'ldi. Agar uni kuch deb qo'ysa, yot o'z demay pochqidan oladigan qonjiq it. Biroq u naymaga omriq. Chunki bu oq ko'ngil qiz uningga oyat bu hada ko'nikan deb qamang, kuchamga bir qatimla sapqan deydi-da, xeyli qimmat baholiq kiyimlarini berib yetadi. Ba'zida pul pichakmi tutqizib qo'yadi. Texi shaharga kirib qolsa, o'g'lingizga og'ash keldim deb balalarning moda kiyimlarini elib chiqadi. Shunga oyat bu
Naimaga qora sanamaydi. Mana dachida ko'murchi bala vaqasi tug'ilgandan beri oyat bu turdi Hasanga bir yig'izmi Naima to'g'riliq oqkan, ko'pkan demidi. Voy palak, manfaat degan ajabmi she'rin nima ekan bu? Aqallisi turdi Hasanning Alay bilan to'y qilganda Naimani kalbisida o'z orzulariga yemchiq qilish o'yi yo'q emas edi. Chunki Naima kichik chaqlaridimi qalandachilikning manfaza eritmasidek suzuk, adnasi suratdak chiroyli qiz bo'lib, ko'rganli odam tamiqini chaqildi tatdi. Biroq hozir u cho'ng bo'lib elibla o'zi bilgan sanamga dasavatadi. Qani, bugun 120 ming so'mlik muzikka nima deb javob qaytarar ekan? Turdi Hasanning qiyiqsiz iyisiga bir ish keldi-da, yonfonini elib nomerlarini bosdi. Ondan quliqiga tutib birdam turgandan keyin, "Ha, sen muavin direktor Shuhrattoymi?" deb so'zini boshladi. "Gapimga quloq sol, Shuhrattoy. 2 grim do'konining hisobotidan hech kim pul ajratmay tursin." "Nima? Men shuni ko'zda tutib davatman. Hey, men degan 2 do'konning muvaqqat direktori tursam, mening gapim buyruq. Agar uning besimiga chidamay pul ajratsang, o'rnini o'zing to'ldirsan. Uqdingmi? Hey, agar u telefon berib qolsa, yuqoridan bankadagi pulni to'nglatibdi deb ayt." Turdi Hasan yonfonining qapqaqini ochchig'i bilan taqib yanchiqqa soldi. U ona balaga ana shundoq to'zaq qurgan to'zaqlaridan o'zi mamnun bo'lib kelayotganda, Xolay bilan Naima cho'ng hujrada ansizlik ichida mo'ng to'kib o'ltiribdi. O'tganki mojarodan keyin bu oilada zodala osoyishlik bo'lmadi. Shodlik, xotirjamlik o'rniga andisha, tashvish almashdi. Bu xuddi qiyon elish oldida turgan tip-tinch ko'lni esga solatdi. Bo'libmi yutib ketgan qimmat baholiq uzuk oshi ko'lni qiyon oldiradigan portlatqich dori edi. Bu ish Xolayning nazaridan chetda qolmadi. Uzuk yetgan kechasi Xolay Turdi Hasanning sirtqa chiqib ketganini sezmagan bo'lsa-mu, ammo kirganini xira-shira sezib yetdi. U chaqda Turdi Hasan bo'shroq yutalgan edi. Naimaning qo'lida o'sha uzukni ko'rgan kundan boshlab Xolay xotirjam bo'lolmadi. Albatta, shuncha yil bir yostiqqa bosh qo'ygan eri o'ziga 5 qo'ldek oyan edi. Xolay o'ttir maktabda ishlayotgan chog'larida Turdi Hasan muarif idorasining boshlig'i bo'lib, xotini Faxrnisa san'at uymakda ishlaydi. Ayol o'qituvchilar yig'ilib qoldimi, g'alati paranglar chiqishga boshlaydi. Faxrnisaning 2 navbat zibu zinnatlari uydan yo'qotdi. Jujangning oldingi xotinimi davomli zibu zinnatlarim monchida yo'qaydi deb qaqshaydigan. Tova, ajab sirliq ishkana bu. O'g'ri osmondan tushamdi-ya. Bundaq uzuk, halqa, oltin zanjir yo'qash Xolay Turdi Hasanga tekkandan keyinmi yuz bergan edi. "Opa, undaqda uzukni dadam o'zi olganmidi?" dedi Naima qo'rqqan holda. "Undaq qilib nimaga erishmoqchidi?" "Men uning oldirab shaharga kirib ketganidan ansizlikka tushyapman, qizim." Xolay maydisiga qo'lini qo'ydi. U qovuz bilan eg'iz burun yolishib yurganiga qaraganda cho'qim bir sabab bor. "Nima sababdi u, opa? Odamni qo'rqitmag'ana?" "Uzukning kelish manbasi sirliq. Shuningga qaraganda u cho'qim qovuzning." "Nima? Qovuzning?" "To'g'ri." Xolay tasavvur kuchiga boy edi. Ular uzukni sizga qandoq berib, qandoq o'g'irlashni olli burun o'ylashgan.
Şuna üzük kolunuzga çıqqandan tartib, onun koyda yürgen adam naq dadınız. Tova, aşı üzük arqılıq meni qavuzga bağlap koyar mı? Texi, dadınız haydap yürgen maşini mı ba? Qavuz onu 200 mingga hisoblab, bəgini bütünlay yalğan. Oy Xudoyim, bu ishlarning tegida rostli bir suiqasd yushiringandek qiladi. Gap mashada qizim. Oldimizda bir judun bor. Ofat elib kelamdi yoki omadmi, bu bizga qorong'uliq. Ofat, omad. Nayma tengirqab qoldi. Opa, nemini ko'zda tutyapsiz? Üzük egisi agar arz qilib qolsa, Xalay birdam jimib qoldi. Biz yengilamiz, chunki qonun yetib ketdiga ishonmaydi. Sizni üzükni elib elib, yigitini tashlagan deb hukm chiqaradi. Üzükni siz qo'lingizga sog'an tursangiz, omad deganim bu qaytimqi judun balkim meni bu dachidan ozod qiladi. Sizni elib erkin turmushga qadam olamiz. Xotirjam bo'ling opa. Men grim do'konining pulidan to'lab beraman. Balam, siz nima degan sodda? Xolay ochiq kuldi. Shuncha ishlarni cho'nqir planlagan odam do'koningizni nazardan chetda qoldirarmi? O'tganda degan gapi yodingizda bordu. Bu Naymaning qo'shimlari tirildi. Opa, Oyazgamda 100 ming so'mlik bir chek bor. Yomoni kelsa shuni ishiltiman. Onda qilsangiz texmi gumonli bo'lib qolasiz. Hozircha u chekni qimirlatquchi bo'lmang. Xolay qizining yuzini siladi. To'g'liq bilan Urumchiga qachon mangasiz? Oldimizdagi hafta. Menish vaqtinglarni dadingiz hargiz uqmasin. Ondan keyin Urumchiga beribla arzonroq bir eg'iz uyni ijaraga elib o'ltiring. U yerni boshqalar zinhor bilmasin. Men ata tor suvga berib, to'g'liq bilan mangadigan kunni bekitib qo'yib kelaman. Ana balaning maslahat munglarini mashinaning uzun ham ullik berilgan signali bo'lib qo'ydi. Xolay bilan Nayma darholla derazadan qarashdi. Ko'k tatliqdan oldirab yetib kelgan Oyoz darvozani ochdi. Turdi Hasan dachi o'ylisiga siliq kirib kelgandan keyin mashinasini mashina uyi oldidagi Simon maydonga to'xtatib, o'zi tik palampaylarga qadam oldi. Uning nemidandir hodiqayotganligi olgan qadamlaridan bilinib turadi. Oyoq uchini palampay qirg'a urib elib putlashadi. Yoki ikki bosqichni bir otlab tizlari müdürib ketadi. O'tganki jidaldan keyin Xolay bilan Nayima turdi Hasanga voy deb ketmaydigan. Bir yerlarga ketib qaytib kelsa, oldiga hardoq so'rab chiqmaydigan bo'lib qolgan edi. Qisqasi, ular o'tirsada yotlishish takallufi kundan kunga eg'irlashib, xuddi yot odamlarda ko'rishganda beshini langshitib qo'yishadi yoki tinchlikmi degandek gaplar odamning ichini siqatdi. Mana hozirmi turdi Hasan oyat bo'yga "Ovula mehmonxonaga kirsin" deb qo'yib, o'zi avval kirib ketdi. Turdi Hasan cho'ng mehmonxonaning o'ttirida ozoda cho'qchiyib turgan uzun ham pakar shira atrofidagi divanlarga bir qur nazar tashlagandan keyin qatlanma bulut o'rindiqni deraza tuviga surib o'ltirdi. O'ng'icha Xolay bilan Nayima osta kirib keldida chatdagi divanda yonma-yon o'ltirishdi. Turdi Hasan ularga xeyli uzoq ho'miyib qaragandan keyin gelini rusladi. Nayima, men sizdan samimiylik bilan bir ishni so'rab boqay. Ochiqlab qolmay javob bering. So'rang dada. Men hozir sizni bag'an seri cho'nqur tushunayotgandek qilaman. Nimani so'raydiganligingizni his qilib bo'ldim. Yaxshi-ku. Turdi Hasan atrofiga besaramjon qaradi. Ondaqda
qavuzga yotliq bo'lish ishiga qanday qaraysiz? Qavuzga? Ona bala bir-biriga yaltidi qarashdi. Onunğa tekkinimden bir yo'lala yerga tekkinim tuzuk. Gapni undaq üzüb etmang. Turdi Hasan ig'ir nazarda qaradi. Chekinadigan ozroq imkoniyat qoldiring. Chekinib, imkoniyat qoldirib, sizni saqlatmay dedim. Naima hüppida qizirib ketgan edi. Seshiqnomi pur ketgan u cho'shqaga o'likimiz nesib bo'lmas. Amisa olmos ko'zli, oq oltin uzukni qanday qilasiz? Yana kelib 120 ming so'm deng-a? U uzukning mening uningga tegish tegmasligim bilan nima munosabati? Balli, bu g'alati gap bo'ldi-da. Turdi Hasan zaharlik yechaydi. Uzuk qavuzning tursa. Hozir u to'lab bermasang sotga arz qilaman da'vatidi. U arz qilib qolsa hammamiz rasvo bo'lamiz. Dilqut xazinasi. Chunki uzuk yetib ketgan tursa. Nima? Siz uni menga sovg'a qilmaganmidingiz? Naimaning ko'zlaridan nafratlik ushqinlar chachirdi. Ajab hozir qavuzning bo'p qapti. Men sizlarga bu qavuzning sovg'ati demaganmidim. Siz dedi Xoloy ochig'ida. Qavuzning demidingiz, boshqalarning dedingiz shundaq-ku. Meninggo undaq deganim esimda yo'q. Bo'pti deganmi bo'lay. Dedi Turdi Hasan bo'shib. Yana baribir sovg'atdi. Bunda qimmat baholiq sovg'atni kimlarga beradi? Bu sizlarga ayon. Xoloy bo'lsa, Turdi Hasanning gaplaridan bakmo inchikilik bilan qurilgan qopqonni ko'rgandek bo'ldi. Agar qovuz arz qilib qolg'dak bo'lsa, Turdi Hasan qo'ngining terisini yuziga chaplab, "Men uzukni qovuzning sovg'ati deb Naimaga bergan" deyishdan yonmaydi. Shuning bilan Naima aslida qovuzning loyiqi bo'lib, keyin to'g'liqqa buzilgan oldamchi bo'lib qoladi. Siz maymun o'yiningizni yig'ishtiring. Xoloyning cho'ng ko'zlari chaqchaydi. Uzukni dastlabda üzümini ye, sapıqını sorma deb boya o'zingiz sovg'a qilgandek huquqimni paydo qildingiz. Üzük yetgandan keyin qovuzning bergan sovg'ati bu qog'ini qiziq. Daqiqa, qovuzning nemanchalar katmanini chapsiz, eriqini yaqalaysiz. Siz uninga qanchalik qarzdor? Oranglarda qandaq iflos so'di bor? Siz to'la beljirlamang. Og'zingizga kelganni jo'ylamang. Dada, bo'ldi achchig'lamang. Men uzukni to'lab beray. Naima un selib yig'lamagan bo'lsa-mu, yoshlari mo'ldirlab to'kilmoqda edi. O'tganda 20% sizning deganingiz. Do'kondagi mol, bankadagi pulning persentini chiqarib, kamligan qismini men do'stlarimdan to'ldirib beray. To'ldirib beray? Turdi Hasan g'alatilar hijaydi. Texasiz tuxumning ichida cho'kuldab yetibsiz. Ikki do'konning kirim chiqim hisoboti yoshirilib, boj o'g'irlig'anligi uchun bankadagi pulning to'nglatib etilganligini texi uqmamsiz, direktor qizchaq. Xoloy bilan Naima bir-biriga qarashdi. Ularning helala qilgan so'zlari bir-birlab isbotlanmoqda edi. Shunga birdilla g'azibi chekiga yetgan Xoloy taqdir tarozisining qandoq bo'lib ketishidan qo'rqmadi. "Bo'ladi, Nazir apandim", dedi sup-sur oqirib ketgan Xoloy. "Qovuz sotqa arz qilsa bek obdan bo'pti. Endi uning to'qsini to'ldi. Ishonmasangiz uning qo'liga ko'zik tushganda ondan ishonasiz." "Nima? Nima? Manga to'liq qo'rqaqsanman. Sizdek
nazırga korkaq salgılı bulamdı. Kaldысы qavuzning karametini sottu görün. Turdi Hasan rostini cho'chidi. Chunki hol ayning chiroyi yeneklik bilan qo'rqqan selvatgandek emas edi. G'azab, nafrat, salofat ham tamkinlik mujassamlangan surlik chiroyi monument deb bilinib turadi. Shundaqdimi Turdi Hasan otdan tushsa, o'zangidan tushmay turadi. Ajab yo'g'on so'zlaysiz-ku. Men hergiz qo'rqib qolmayman. Qovuzning sotda karomati oshkor bo'g'idek nima jinoyati bor ekan? Siz bir chaqda Ag'zam to'rining uyidan baldir chiqqaninglar obdan bo'pti. Sizlar ketishinglar bilan cheqir ko'z cho'qanning ajrashib ketgan eri maskirib, ishlarni cheqib, dochiga besib kirib, cheqir ko'z cho'qan ham qovuzni qattiq urib etibdi degan gapni qilmagan miydingiz? Shundoq, nima bo'pti? Ag'zam to'ra dochisini araqdan taraqdan qilib jidal chiqargan qovuzning tishini to'kib, yeliq cho'qanning bo'ynini tilvatgan lukchak bilsangiz, Oyoz. Nima, Oyoz? Bu qandoqchi mumkin bo'lsin? Turdi Hasan ifodasizla kuldi. Ag'zam to'ra undoq demagan-ku. Qonunning jazosidan qo'rqqan qovuz ana shundoq demasa bo'lmaydi. Qonunga yotqidek u nima ish qildi ekan? Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atiki anlatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.